Mani hayratga solgan Hodway kosmetikalar. Penkiz alishtirish renderda Nivea ishlatganimda mana oxiri lagomga o'tdim. Ishoninglar shunaqangi zo'r ekan. Hozir mana lagomning ikkita produkti bor. Kengisini ham obzor qilib beraman. Qizlar, sochim to'kilyapti deb o'ylab yurgan ekanman, lekin aslida noto'g'ri tarashda to'kilgan ekanman. Shunaqa tipdagi tarashlar juda ham zo'r. Sochim umuman yulmasdan tarab beryapti. Oriflame'dan oldim 65 mingga. Prosta va bo'lgan sivrtka qizlar, alnuvani mana shu yashili va shu zo'r ekan qizlar. Hammaga savet qilaman. Luboy ko'jaga tushadi. Keyin qizlar, men vitamin C ham juda ham effekti zo'r ekan. Ugridan qolgan dog'larim juda ham ko'p edi. Mana shu hozir buni ishlatganimda dog'lar ancha kamayib qoldi. Qizlar Topo Veseli Maxdan to'nyar qizlar. Yuzni shunaqa zo'r namlantirar ekan va уже ikkinchi marta sotib oldim bundan. Уже mana ozgina qoldi. Qizlar, vot mana lagom kremiga yetib keldim. Men buni baza sifatida ham ishlataman. Juda ham zo'r qizlar, yengil. SPF shunaqa roundlar. Buni menimcha hamma bilsa kerak. Aptekadan shunaqa Xiaomi emas, olib ugrilaringlarni ustiga 2-3 soatga qoldirsangiz, ugrilarni tez ketishiga yordam beradi. Ayollarning birinchi ajinlari ko'z atrofidan tushib boshlaydi, shuning uchun ko'z atrofiga ham krem ishlataman. Plus makiyaj qilganimda ko'z atrofiga tonalkalar yig'ilib qolmasligini oldini oladi. Va eng asosiysi suv, juda ham ko'p suv ichish qizlar. Yuzimning holati hali ham 100% o'ziga kelmadi. Agar qancha vaqtda 100% o'ziga qaytishini ko'rmoqchi bo'lsangiz, menga obuna qo'yib, meni kuzatishga davom eting. Hozircha sizlarga xayr. Profilimda sizlarni kutib qolaman.